Minecraft, lekin men nima chizsam ham birgina tugma bosish orqali u haqiqatga aylanadi. Aytgancha, chizgan narsalaringizning barchasi takrorlanmas qobiliyatga ega bo'ladi. Biz aynan shunday sehrli Minecraftda ajdarni yo'q qilishimiz kerak. Biz olamni yarmini yo'q qilib yubora oladigan hasalardan tortib kristal kamonlargacha chiza olamiz. Lekin biz ajdarning o'limini chiza olamizmi? Oddiygina rasm bilan Minecraftdagi eng qudratli bossni yo'q qilib yubora olamizmi? Xo'sh, buni bilib olishning yagona yo'li bor. Bu ham bo'lsa videoni oxirigacha ko'rish. Ishonavering, siz bundan umuman afsuslanmaysiz. Aytgancha aytish odamdan ko'tarilibdi. Biz hadeb rasm chiza olmaymiz. Har bitta darajada bittagina rasm chizishimiz mumkin. Qaqishloqqa bizni spam bilan omadimiz kelmadi. Mana bu reyderlarning qalachasini oldirib paydo bo'lish mumkinmidi? Bularni men qo'lda yo'yaman. Chacha. Mana senga chacha. Bu reyderlar bilan hozir jang qilishdan umuman foyda yo'q. Shuning uchun bizga eng qimmatlisini bu yerda olamiz-da suramiz. Ha, bitta ko'llarga zo'r qo'yib keldim. Shunaqa super qurol yasaymiz. Bu reyderlarning qalachasini ko'klarga sovurib tashlasin. Ha, to'g'ri. Buning uchun faqat birinchi darajaga ko'tarilish kerak rasm chizish uchun. Bo'ldi, mana bu ko'ldan o'tishimiz kerak. Shunda bizni reyderlar quvlamasligi kerak. Chunki ular suvdan juda ham sekin o'tishadi. Ha, pachovallar, bu ketyapti. O'sha itlarni yuraveringlar, biz qaytamiz degan. Kuchli bo'lib qaytamiz, yo'rib tashlaymiz. Birinchi darajani olish esa umuman muammo bo'lmaydi. Ketdik. Tayyor. Endi bo'lsa bemalol birinchi rasmimizni chizsak ham bo'ladi. Masalan, mana bu verstakda chizamiz. Nima, yomonmi? Rasm chizishni boshlash uchun shunchaga xohlagan blok ustiga bosish kifoya va bemalol mana bu yerda xohlagan rang bilan chizish mumkin. Mana buni hammasini bo'yab tashlaymiz, oppoqqa yaxshiroq ko'rinish uchun va super hassani chizishni boshlaymiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men super hassa chizmoqchiman. Juda qudratli bo'ladi degan umiddaman. Boshlanishiga uni yaxshiroq chizish kerak. Minecraft nimaligini tushuna olish uchun hech bo'lmasa. Va hassamizning markazida mana bunday qizil yadro bo'ladi. Unga kuch berib turadigan va menimcha hassa tayyor. Endi tayyor tugmasi. To'xtanglar. Oldin bu yoqqa nechtaligini ham yozish kerak. Hozir menga bitta bersa, qishloqqa nima qiladi? Minecraft nechta berish kerakligini bilish kerak, to'g'rimi? Va tayyor tugmasini bosamiz. Sanada sari emasmi bu axir? Aytinglar o'zinglar. Va menga rusdan ham hassani berishdi. Albatta qora rangda emas, lekin yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Va reyderlarni pachag'ini chiqaramiz. Qani, ishlatib ko'ramiz buni. Bu nima bu o'zi? Nechta qancha jon oldi? To'g'risini aytsam, unchalik ham ko'p jon olgani yo'q, balki uning qudrati boshqa narsadadir. Boz yo'q. Nima hozir momaqaldira boshlanyaptimi? Voy, kep, yomg'ir chaqiradigan hassa yasadingmi? Rasvoki bu? 1 hour later. Biroq yaxshiroq narsa yo'q, nima bu? Ha, yer yuzini yo'q qilib yuboraman. Mana buni qudrat desa bo'ladi. Ha, ish bilan qilmadim-ku, pachoval ekan bu. Yo'q, nahotki hech narsa qila olmasa, biror nima qila olish kerak-ku. Bu axir shunday katta lazer buzilib qolgan shekilli. Minecraft senga muddat o'tgan narsani bergan, aldab ketishgan seni. Yo'q, menimcha bu narsa sodir bo'lishi uchun yaxshigina ko'p kuch kerak. Balki ko'proq ushlab tursak, biror nima bo'lar. Va yo'q! Portlab ketdi. Yerni yarmini yo'q qildi-ku bu qurol. Endi reyderlarni kuni bitdi. Yo'q qilamiz u g'ishtlarni. Endi yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Biz xohlagan narsamizni chiza olsak ham temirga o'xshagan oddiy narsalarni chizib o'tirmaymiz. Bu pachoqali hassayni yana boshqacha qobiliyatlar ham bor ekan. Bunga qara, lazer. Nima lazer? Yo'q, bu hassa men o'ylaganimdan ancha qudratli ekan. Qani men ham qilib ko'raychi. Va lazer. Nima? Menda lazer o'chib qoldi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Yana bir bor urinib ko'ramiz. Lazer va toch. Negadir menda o'xshamayapti. Tushunarli. Seni qo'lingda hech narsa kelmaydi. Sababi sening ichingdagi sehr kuchi yo'q yoki kam. Ha, men afsuski shunaqaga o'xshaydi. Hech qisi yo'q. Men oldingdan o'zi portlatib beraveraman hamma narsani. Ha, shunaqaga o'xshayapti. Voy, la'nating, bunaqasi ham bormi? Meni o'ldiray deding. Bitta tayoqchada 10 chiqar qobiliyat. Qishloqqa meni o'ldiray deding. Ochdan o'lyapman. Ovqat masalasini endi bir nima qilish kerak. Ovqatni ham chiz shunchaki. Qishloqqa, sen dahosan, ovqatni ham shunchaki
chizib tashlaymiz hozir. Meni qandaydir oddiy ovqat chizgim kelmayapti. Masalan, non chizsakchi, lekin oddiy emas, oltindan ajoyib g'oya boshlaymiz. Nonning faqat chekkasi oltindan bo'ladi. Menimcha shu ham unga super kuch bera oladi. Va nonda bo'ladigan mana bunday chiziqlar ham chizib qo'yamiz. Menimcha ajoyib. Bir burchagiga esa Bir burchakni men seni himoya qilaman deb o'ylab yotibman. Haytgacha do'stlar, davom etishdan oldin iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha ham esdan chiqmasin. Va bu videoga takrorlanmas like'ingizni bosib qo'ying. Axir mening maqsadim yoz oxirigacha 400 ming obunachi to'plash. Nima bo'lganda ham rasm chizib bo'lindi va bizga rostdan ham berdi, lekin bu negadir nonga o'xshamayapti. Voy la'nati. Voy qo'shdim yarimta jon. Endi bu go'shtni yeb ko'raylikchi. Nega o'zi 2 dona yo'q? Nima? Men buni hozir yedim va u yo'q bo'lmadimi? Va men umuman olganda non chizgandim, lekin rostdan u ko'proq steykka o'xshabdi va oddiy emas, oltin steyk. Uni cheksiz yesa bo'ladi, men tushunishim bo'yicha. Bu men spamdaman narsalarimni olib kel. Shunaqa, men ovqat masalasini bittada abadiy hal qildim. Bu steykni cheksiz yesa bo'ladi. Epik, hozircha epikski narsalar chizyapsan bari. Shu roqda davom et. Yo'qsa ketadi. Bu oylarga tukaldi. Mana qo'yadi bu yaramas reyderlardan qasos olaman. Men javob berasan. Pachoqonlar va nihoyat ulushini oldik, shloqlarni yo'q qildik, lekin bu yetarli emas. Bu yerda yana yurtlarni ham yo'q qil. Vazirli bo'lon hammasini yo'q qil. Pip. Bunisi bilan oxirigacha david qilamiz. Yo'q bo'l. Hammani yo'yaman nafik. Bo'ldi, endi ko'ngil tushib, temir kovlash kerak. Tosh aslaqalarda yuravermaymiz-ku. Chizish esa butun boshli darajani qanaqadir temirga sarflash g'alati. Yana men qorog'ini yorug' qiladigan mod ham yuklaganman. Hammasi sizlarga ajoyib ko'rinishi uchun. Kimga olyapsan? Mashina yasashga eringansan, pochchoq. Ana u yerda adashmasam Meduza Gargonni uyi bor shekilli. U yerga ham hali boramiz. Faqat u maxluq bilan jang qilishdan oldin salgina kuchayish kerak. 3-daraja. Endi o'zimizga yana bitta epik narsa chizib olsak bo'ladi va bu Pechka superda hamma narsani bittada yo'rtiragandan tushundingmi? Oddiysdan chizsang o'ldiraman. super pechka. Men super pechkani ko'zlarsiz tasavvur qila olmayman masalan. Pechkani yonib turadigan joydan boshqa joyni o'xshata olmayapman. Men bunaqa chiziqlar chizib qo'yaman. Menimcha pechkaga o'xshaydi-ku, to'g'rimi? Rostini aytaymi yo do'stona aytaymi? Lekin nimani tanlashingdan farqi yo'q. Men bitta gapni aytaman. Bu rasvo Minecraftda bilmadi shekilli nima chizganingni. Birodarsa berdimi senga? O'zi aytdorsan-da, pechka chiz deysan, men qayerdan bilay pechka qanaqa ko'rinishini? Kelasi safar o'zing chizasan, tushundingmi? Chizaman. Shunday qilib menimcha bu darajaga uxlading, to'g'rimi? To'g'ri, lekin sen qo'rqma. 4-darajani olish ham qiyin bo'lmaydi. Mana shuncha moblar bor-ku, voy la'nati. Meni o'ldirasan? Hamma balonga o'lavermaydi-da, jichi yasha. Aytgancha men bu yerda olmos topish uchun jinchigina ko'rayapman senlarsiz qilib. Menimcha olmosda topmayapsan, yo'q qilib tashlayapsan. Va nihoyat temir erishdi. O'zi bu temir menga paqir yasash uchun kerak edi. Zombilar endi bu yoqqa kelinglar, sizlarga sog'am bor, yoqimli hordiq tilayman ikkalaylarga. Bir yo'la asaqalarni ham temirligacha kuchaytirib tashlasak bo'ladi. Bo'ldi, tosh davri tugadi. Xayr kirka. Endi nima bilan qo'ydiribsan, nima kerak temir? Yo'l olmos yo'laymiz. Senday qurol bilan olmos kavlash muammo bo'lmaydi. O'lma narsalarni erishdi. Shunaqa narsalarni qo'shib darajangni ham oldim. Endi ikkita rasm chizsak bo'ladi. 5-daraja. Mana shu zombini o'ldirsam, menimcha 6-daraja ham bo'ladi. Endi 3 ta rasm chizsak bo'ladi. Ajoyib. Va nihoyat keldim. Narsalarni chiz. Xullas, Patsanjon, gapni eshit. Menda ham bitta daraja bor. Shunga menga ber uni, yaxshisi men pechka chizay. Sen chiza olmaysan. Bu creeperlar qurtlayapti lekin. Kel bo'lmasam chiz, senga beraymi shu narsamni shuncha zo'rman deb o'ylaysanmi? Ha, bu creeperlar rostdan qurtlayapti. Men ushlab bo'lmasam chiz o'sha pechkani. Pechka emas. Shkollab chizaman, tushundingmi? Qarab tursang. Hozir men 7-darajaga ko'tarilaman. Ajoyib, yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Mana pechka qanaqa ko'rinishini ko'rib, tushundingmi? Mana shunaqa bo'ladi. Agar mana bu pechkada mana bunday qilsak, endi o'xshaydi desa ham bo'ladi. Va senga evaziga nima berdi? Mana buni, yo'q, bu emas. Mana buni berdi. Bu narsani men qayerdadir aniq ko'rganman. O'zimga qo'shib hamma narsani yo'q qilaman deb qo'rqdim. Mayli qishloq
Shloqqa sen rostdan ham pechka chizishni bilarkansan. Ma, temir aslahani ushla. Vo, prakachka. 7-daraja. Bu degani biz yana kamida 3 ta narsa chizsak bo'ladi. Shuning uchun men hozir o'zimizga legendarniy kirka chizaman. Lol qolishga tayyorlaning, sababi bu super kirka. Shloqqa meni himoya qilsang-chi, zombilar hozir o'ldiradi shuncha chizganim. Ming bor aytdim senga, birorta joyni berkilib chizdim. Qochoq! Senga ikkita zombini o'ldirish shu qadar qiyinmi? Kirkalar bizda. Mana buni qara. Rostdan ham o'xshabdi, hatto qizil nuqtalari ham bor. Qani ko'raylik nima qilar ekan bu? Menimcha olmos kirkadan ham tezroq kovlayapti bu. O, Enderman, sen bizga hali aniq kerak bo'lasan bu yerga. Yo'q, jonim kap qoldi, yo'q qilish kerak. Ahmoqona o'ldim albatta, endi qaytib borish kerak shuncha. Nima bu, sandiqmi? Nega daraxtda sandiq yo'q? Men hozir nima ko'raman? Pechka uy hayvoni? Sal kechga qoldi. Yaxshi ham hech narsam yo'qolmabdi. Nima? Bir zarbada zombiga yo'q tashladimi voy Creeper? Menga shunday tuyuldimi yoki zombini sen hozirgina bitta zarba bilan yo'q deymi? Bu kirka epic ekan, bittadan yo'yapti. Tekshirib ko'ramiz, ha, rostdan bittada yo'yarkan. Mana buni qudratli kirka desa bo'ladi. Seni urib ko'ramiz va qancha joning ketdi? Negadir uncha ko'p bo'lgani yo'q. Men ataylab 8 zarba berdim-da, shunga kam jon oldi, tushundingmi? Yo'q, ataylab shunaqa bo'lsa, nima? Pachoqali aytdim-ku, ataylab 8 zarba berdim deb. Endi mana bu mahluqlarni yo'q qildi, narsalarimni qaytarib olishga yordam ber. Hozir shu yerda men hammasini yo'yaman. To narsalarimni olaman, hammasi yo'q bo'lib ketadi. Bundan ahmoqona o'limni faqat orzu qilsa bo'ladi. Sen pachoqali narsalaringni olaman deb, men ham pachoq bo'ldim. Va nihoyat bu ulkan ko'llaringni olmos ham topildi qishloqqa. Men qalqonini qaytib topolmadim. Menda esa qalqon paydo bo'libdi, endi xavfsizroq bo'ladi. Baribir ishlatmaysan-ku? Nega ekan? Shunaqa ishlataman, sen bir hafta yig'laysan. Mayli, jiddiy asoqalarga olmos yig'ish kerak. Men dunyoni yo'q qilaman. Bu yana nima balo bo'ldi? Nima, biz hozir tasodifan End portal qalasini topib oldikmi? Mana bu yerda hattoki sandiq ham bor ekan va bu yerdan mana buni olib olish kerak, hali kerak bo'ladi. Qishloqqa nega biz haligacha mana bu oddiy komonni ishlatyapmiz? Biz allaqachon afsonaviysini yasashimiz mumkin edi. Nega undan turibsan? Yasada ye, majburlash kerakmi? Mana buni portlash desa bo'ladi. Dras o'qibsan-ku? Nimaga rasvom olmos topish uchun? Qoch olmosga olyapman, qoch! Nega lazering bilan men ustimdan o'tasan? Olmosga olyapman-ku! Nima bo'lganda ham 8-daraja yig'ildi. Endi o'zimizga bitta epichkisidan kamon yasab tashlashim kerak. Qayoqda yasash, qiladigan ishing chizish bo'lsa. Ha, unda chizish. Mayli, kamonni chizishni boshladim. Bizning kamon bu taxminimcha yo muzli, yo suvli bo'ladi. Mana shunday ichi xuddi kristalga o'xshaydi. Mana shunday effektchalar taralib turadi o'zidan. Ko'rib turganingizdek, bizning kamon oddiy bo'lmaydi, u juda ham ajoyib bo'ladi. Umid qilamanki, Minecraft buni kamon ekanligini tushunib yetadi. Mana bu yerda o'q chizib qo'yamiz. Bu esa nechtaligi? Bu yoqda esa o'qni nechtaligi? Umid qilamanki, Minecraft adashib ketmaydi. Nima bo'lganda ham bosdik. Wow, menimcha ajoyib chiqdi. Qani, ko'raylikchi. Voy, epic. Mana buni legenda desa bo'ladi. Malades. Eng muhimi bizga bu yerda vaham, mana buni qara. Bu hattoki chizganimdan ham zo'r-ku bu. Bu kristallimi yo elektrlimi? Bu sehrli, faqat o'q yo'q-ku, nimadan otamiz? Ketmoratdimi? Meniki negadir temir bolt otyapti. Shunaqasi ham bo'ladi. Seniki kirka otdimi? Nega bu? Ha, tushunarli. Bu o'zimizning asboblarimizda otar ekan. Unda olmosli boltadan ko'p jon ketdimi? Olmosli bolta qancha jon olsa shuncha oldi shekilli. Ha, bu otgan aslahani qobiliyatini ham ishlatar ekan. Aytgancha biz aslahalarni olmosdan qilib oldik. Gapimni qaytarib oldim. Bu epic bas ekan. Qandaysiga bunda jang qilamiz axir? Ertaga 10 ta kristalni sindirish uchun 10 ta qilich olish kerakmi inventarda? Ha, menimcha ham bu kamonni ishlatish shunchalik ham qiyin emas. Mayli, nima bo'lganda ham hozir biz o'zimizga obsidian chizamiz va nezerga surib yuboramiz. Qarab chizishga obsidian qo'yib qo'ydim, o'shaga qarab chizaverasan. Tushunarli. Umid qilamanki, Minecraftga ham tushunarli bo'ladi. Va birinchidan obsidiandagi bu yerda yotibdi, ikkinchidan nimaga u yig'loq obsidian shunaqasini chizdimmi? Umuman olganda rasmingga qarasa, ha, shunaqasini chizgansan. Ha, qishloqi, sen haqsan. Menimcha rostdan ham bu yig'loq obsidianga ko'proq o'xshadi. Mayli, o'zimiz kovlaymiz. Yordam ber, qo'tta, yordam ber. Sen meni o'ldirding hozir kirka bilan. Nega men senga yordam bermoqchi edim. Bu zombi apokalipsisni qara. Bu yana nima bo'lo? Shrekmi? Bu yerga kel, yaramas. Wow, o'zingni bos. Yaramas ko'p jonolar qani? Qo'sh, oldingda Creeper bor, o'sha bilan portlat.
Tayyor, maslahatimga amal qil deyman-ku. Ha, maslahatiga gap yo'q seni. Mana bu qo'limdagi narsa qayerdan kelib qoldi? Xabar uchiraveryapsanmi? Qachon? Ha, bu qudratli narsa, lekin bu qayerdan kelibdi? Tirma, kallani Creeper quladi. Akkacha, meni hassab qayerga ketdi? Menikini ol demoqchi edim, meniki ham qayergadir ketib qolyapti. Xullas, men buni qayerdan kelganini bilmayman, shunga otib yuboraman. Agar siz bilsangiz, izohlarga albatta yozib qoldiring. Chunki men umuman tushunmayapman qayerdan kelganiga. Men bilaman, cheksizdan olgansan. G'isht. Lekin men bunday hisoblamayman. Mayli, biz 15-darajadamiz. Bemalol o'zimizga biror narsa chizib olsak bo'ladi. Masalan, hozirgi oddiy qalqonimizni kuchaytirsak bo'ladi. Bizning super qalqonimizda hoshiyasi qizil bo'ladi, ichi esa butunlay qop-qora. Ha, hoshiyasini oxirgi o'ylab chizish kerak edi. Mayli, hozir to'g'rilaymiz. Bu qalqonimizning ham qaqisaga o'xshab o'rtasida qizil yadrochasi bo'ladi. Mana bunday, xuddi tomchiga o'xshagan. Va oxirida mana bunday qizil chiziqlar bilan bezatib chiqamiz va tayyor desa ham bo'ladi. Muhim ikkitaligini unutmaslik kerak. Va bunday qalqonni tushundim. Wow, berdi va bu rostdan ham qalqonligiga birinchidan hayron qolyapman va u chizganimdan albatta zo'r chiqdi. Nima bo'lganda ham Minecraft meni tushunganiga rahmat. Mana buni qalqon desa bo'ladi. Qanday menga ham ko'rsat. Qiziq, bu qalqonning qobiliyati wow, ajoyib-ku. Hammani uchirib yuborar ekan. Endi hech kim oldimga kela olmaydi. Qoch, ye. Nimaga bu itarmayapti? La'nati, hadeb ishlatib bo'lmaydi shekilli. Mayli, shusiz ham yaxshi narsa. Tak bo'lib keting, menga ham tashachi. Qani, ko'raylik. Epik ma'mur tashaversa. Yo'q. Portlatarkan-ku, qattiq. Bu eshitmadingmi portlaydi deganimni? Gapirishni ham bilaman deydi. Bu maxluq bilan ikkinchi raund yo'yaman. Senga bu yoqqa kel. Qara qalqonga ur, ko'rdingmi? Hech narsa qila olmaysan. Urringda bu qara narsa tashadi. Bu bolg'a bilan hammani ursa bo'ladi. Yana biror xil qobiliyati bormi? Bu yo'q ekan-ku. Endi urib ham bilmayaptim. Bu bilan hech kimni bir tiya qimmat narsa ekan. Qachongacha kirganda joy qilamiz? Tuzukroq qilib chizdir. To'g'ri aytasan. Hozir birorta afsonaviy qilib chizib yuboraman. Xayolimda chaqmoqli qilib chizayotgandim, lekin haqiqiy rasvolik bo'lyapti. Mana bunga endi sal-pal qarasa bo'ladi. Bu ham shedevr emas, lekin chizasa bo'ladi. Ultrazor ye. Shetdami deysan? Ataylab qilmadim lekin. Ataylab qilmadimmish. Men rasm chizayotgan blokni butunlay yo'q qilib yubordim-ku. Endi qayerga chizyapman? Zombi qochib tur, oxiriga keldi. Qishloqqa himoya qilsang-chi hozir o'ldiradi-ku. Hozir yordam beraman. Yo'yin zombi, yo'yin. Nechta ekanligini yozsam bo'ldi va rasm qani? Bu yerda men rasm chizgan blok yo'q-ku. Qara, baba, Minecraft hisoblaganda inventarni ochib ko'rdi. Agar bunday bo'lmasa, yo'q, shunday ekan. Ajoyib! Mana bu qilichni qara. Men chizganimdan 100 barobar zo'r. Ko'rinish kerak, gap yo'q. Uruni ham shunga mos bo'lsin-da. Ha, buni yana bir xil super qobiliyat ham bo'lishi kerak. Hozirroq tekshirib ko'ramiz. Yo'q, chaqmoq. Chaqmoq bo'lmadi yaxshi. Lekin shuncha chuqurda meni qanday chaqmoq urdi? Bu qilich bilan qara, Creeperlarni nima qilsa bo'ladi? Bu bilan hozir kalla olsak bo'ladi moblarnikini. Shunchaki qalqon qilib turish kerak. Qalqon, qani u? Qalqonim, qani? O, seni o'liming bekor ketmadi. Zombini kallasini olibmiz. Zombini kallasimiz. Meni kallamdan o'sha senga qadrliroqmi? Bitta ender marvartim bor ekan. Shuni mana shu yerdan chiqishga sarflasam nima deysan? Yo'q, dedimi? Sen nima yotasan? Uni yig'amiz-ku. Sen umuman o'zingdan kelsanmi? Bor vaterdropga. Qanday vaterdrop qilaman? Axir menda faqir yo'q-ku. Qishloqqa nima qildi shuncha darajaga? Daraja to'planadi. Bedaqalar tug'ilmaydi. Au, tu. Mayli, buni hammasini unutamiz. Endi yur Medzagargon bilan jang qilamiz. Kim bilan? Bu olamda Medzagargon degan boss bor. U bir qarash orqali xohlagan mobini toshga aylantirib qo'ya oladi. Biz esa o'sha Medzagargonni boshini olib, bajdarni yo'q qilmoqchimiz. Borsak bilasan, mana bu ko'z bo'ylag'ichni ushlab ol. Ha, hammani qarab toshga atalab qo'ydim. Ha, nechi bor o'ldirish mumkin? Men bechorani jonga tegmadimi o'zingga? Sen mana bunaqasiga loyiqsan. Qani qilichim qani yo'lib ketdimi? Ha, yo'lib ketdi, bechora yaxshi qilich edi. Hazil menda. Nima hazillashasan? Yana kirkada jang qilamanmi deyapman. Endi sen meni uchirib ko'rsatamasang qanaqa vaterdrop qilishdi? Yo'q, vaterdrop ukasi, yo'yaman nafi. Meni hech qanday ogohlantirishsiz, suvli paqirsiz otvordik. Qanaqasiga vaterdrop qilaman? Ko'raylikchi, bu ko'z bo'ylag'ichni taqsa nima bo'ladi va ko'r bo'lib qolar ekansan. Menimcha bu tosh bo'lib qolgandan yaxshi. Kringga mutlaqo qo'shilaman. G'alatisi bu ko'z bo'ylag'ich umuman ko'zlarimni yopmagan. Ha, endi
ko'z bo'ylag'icha ko'zlar tekis odamlarga moslab yasalganda. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Ko'zlarim qiyshiqmi? Bu gapni sen aytding. Oh, meduzani uyida ko'ryapman. Endi meduzani qidiramiz, ichkariga bosdik. Bu yerda eshik bormikan? Ha, mayli, buzib kiraveramiz. O, bu yerda dastak bor-ku. Buni bosish kerakmi tushunishim bo'yicha? Birman tovush chiqdi va bu yerda yo'l ochilibdi shekilli. Ketdik meduzani yo'yishga. Negadir men bu yerda meduzadan asal ham ko'rmayapman. Pancho'g'alli bizni kelayotganimizni eshitib qochib ketgan, mavlaqa suyaklar qoldirib, toshlar. Balapaqirni o'lgisi kelmagan shekilli. Mayli, boshqasini topamiz. Bunisini esa mayda bo'lakchalarga bo'lib tashlaymiz. Qoch shunaqa bo'ladi. Qaytib kelsa uyim qani deb yig'lab o'tiradi. Balki nonga ketgandir. Qishloq topdik, lekin bizga bir til foydasi yo'q bu yerda. Bu tarafga o'tkazib qo'yganingga rahmat. Qara, sandiqda qanaqa tuxum topdi. Bundan jo'ja chiqadimi? Va otib ko'ramiz. Yo'q. Omadsizlik buncha kerak emas. Meduzani uyi topildi va sizlarga Fox ko'rsatmoqchiman. Havoda qotish deb nomlanadi. Buni vatandaroq qilolmasa shunaqa qilsak bo'lardi-ku. O'sha vaqtda xayolga kelibdimi? Bu safar men topdim. Paskorg'a. O, eshitdingmi? O'sha yerda mana pastimda turibdi, yaramas yalmoz. Qandaysan? Ko'r qila olmayapsanmi? Qo'lingdan ham kelmaydi. Chunki menda ko'z bo'ylag'ich bor. Men o'ylagandan qudratli ekansan-ku, a? Nega bu pancho'g'alarni men tarafga yubording? Voy, o'ldiryapti, o'ldiramaydi. Meni o'ldiraman. Yordamchi kuchi yerda mana senga. Yo'qyaptimi? 2-3 ta zarbaga bormaysan. Gapirishing yo'laymi? Gapirishni bilmaydi-ku, hamma. Hop, kallasi tushdimi? Qishloqqa hozir o'ylab qoldi. Balki bu kallani bir ishlatib ko'rarmiz-a? Kimda? Mendami? Umuman o'lganda men qarshi emasman, faqat narsalarimni chuqurchaga solib qo'yishim kerak. Ajdarni yo'q qilishga esa boshqasini kallasini olamiz. Muammo emas bunaqalarni chopish. Bo'shla. Hech narsa bo'lmayapti. Ha, qo'yib olish kerak ekan. Ishlarkan lekin. Balki tosh haykalini ham olib olsa bular, o sinarkan. Yaxshi-ham chuqurchaga narsalarni solib qo'ygandim-a. Seni haykaling esa hozir sinadi va bittagina tosh tushdi. Bu kallani endi aniq ajdarga ishlatamiz. Menimcha bu olamdagi eng qudratli artefakt mana shu bo'lsa kerak. Ya'ni artefakt deganda sehrli qurolni aytyapman. Men o'ylabman, maqtanyapsanmi deb. Qishloqqa nega bu portalni qurib tashlaysan? Epichskiy sahna qilmoqchi edik-ku. Buzamiz bo'lmasa. Qo'yning ko'ldimi? Dezerga olg'an patsa. Sen menga ajoyib g'oya berding. Qishloqqa portalga tursangchi, ajoyib g'oya deyapman. Qara, portalni yoqishni yangi usuli. 1 2 3 tayyor. Epik. Agar cho'chqani chaqmoq ursa, zombiga aylanadi. Agar zombini chaqmoq ursa, agar seni o'ldirgisi keladi. Tushunarli? Bilmasman, kitob o'qiyman-ku. Anchadan beri rasm chizmadik. Shuning uchun ozgina daraja to'playmiz va yangi sanada sarni chizishni boshlaymiz. Yur ketdik. Shu yerda chizaverdi, senga nima kerak, ha? Shu bo'lmay qoldimi? Menimcha allaqachon sezganingizdek, men yurak chizyapman. Ha, o'ylab qoldim. Minecraft tushunarmikan? Bizga shunchaki yurak qo'shadimi yoki yurakka o'xshagan biror xil narsa beradimi? Shunga juda ham qiziqib qoldim. Nima berarkin bu yurak chizganimizga? 32 ta yurak yetib qolsa kerak. Va bizga yurak berdimi? Yo, berdi! Voy, yuragim qattiq dukullab ketyapti-ya. Meniki ham qattiq dukullab ketyapti. Bularni yesa bo'larkan. Hozir bizni jonimiz 16 taga ko'payadimi? Joni deyarli 3 barobarga oshdi. Hammani yo'yaman endi. Shoshilma, qayerga yuguryapsan? Lavaga tushdi, o'ylaman. Qanday lavaga tushib ketish mumkin endi? Seni qutqarishga orqadan sakradim. Yaxshiyam mendir marvaridim bor ekan, iltimos uchun bor. Men nima qilay? Oyog'imni otaymi? Bilmadim. Menga telefon qil, bo'lmasam o'lib ketma axir. Yaxshi, jonimiz ko'p. Senga cho'chqa hujum qildi, yordam beryapman. O'ylaman, hozir jonim kam qoldi. Panchoq qolgan ekan. Qirra lavani mabda qilib o'zimizga yo'l ochsak bo'ladi, nezir qal'ani topish uchun. Bizni nezirda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni aytib o'tsam, boshlanishiga qizil qal'ani topishimiz kerak. U yerda esa ifritlarni, ulardan esa olovli tayoqchalar, ender marvaridlar masalasiga kelsak, ularni shunchaki chizib yuboramiz. Shunchaki chizib yuboramiz. Hali ko'rasan, qanaqa rassomligingni. Lekin men hech qanaqa sehrni ishlata olmayapman, g'alati. Shunaman, pachoqlarga ham oson emas. Ha, o'zing ham joningga tegmadimi shu ish? Qani bir o'zing ham lavada cho'milchi. Voy, cho'chizoq qotganmidim.
Bunday zirqalarni kvadrillion yillar davomida qidirmaslik uchun hoziroq bir nima chizishim kerak. Masalan, bizni uchishimizga yordam beradigan qurilma ajoyib g'oya. Hozir chizib tashlaymiz. Mana chizdim. Rostini aytsam, kallaga kelgan narsani chizib tashladim. Menimcha tashqi ko'rinishi umuman hal qilmaydi. Ikkitaligini yozamiz va Minecraft buni aniq uchadigan mo'sam ekanligini tushunmaydi. Shuning uchun tagi uchiradi deb yozib qo'yamiz. Shundan keyin Minecraft aniq tushirish kerak, to'g'rimi? Tayyor tugmasini bosamiz va menga berishdimi mana shunday asalad. Wow, berishdi. Faqat savol, bu narsa uchira oladimi? Rostini aytsam, o'xshabdi. Ha, o'xshaydi. Men chizgan narsaga qarab paydo bo'lgandan keyin o'xshamasdan bo'ladimi? Patsanjon chizib bo'lmaymi? Tashlab ko'raylik. Wow, uchsa bilan wow! Uchdim, dafik. Ajoyib, bu uchishga yordam beryapti, lekin biz buni cheksiz vaqt davomida ishlata olmas ekanmiz. Hech qisi yo'q. 5 minutda topib tashlaymiz o'sha qal'ani. Unda olg'a qidiruvga. Bo'ldi, topildi. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar, mana bu uchish meni qanchalar jonimga tekkanini. Bu shu qadar sekin va g'alati. Yaxshiyam o'chirib qo'ysa bo'ladi, yo'qsa otib yuborardim. Bo'l, menga lazeringdan ot. Ko'ramiz qanchasiga chiday olarkanman. Va meni hali bitta ham jonim ketgani yo'q. Endi yarimta. Bu lazerda qancha ko'p payt tursa, shuncha ko'p joningni olishni boshlaydi. Qishloqqa hozir o'ylab qoldi. Bizda shuncha narsa bor, shunday qurollar bor, lekin hali ham qanaqadir oddiy olmasa saqada yuribmiz. Buni to'g'irlash kerak. Qara, epitskiy kreativ izdachi, oddiy bo'lmasin. Ajoyib g'oya keldi. Aslahalarini shunchaki oppoq qilsachi. Ya'ni aslahalarning barcha qismlarini shunchaki oppoq bo'lakchalardan chizsa. Shunda biz shunday aslahalarni olamizmi? Va nimaga bular yerda yotibdi? Ha, bu yerda joy yo'q ekan, bularni olamiz. Ular rostdan ham men chizganim bilan bir xil, butunlay oppoq hammasi. Men chizganimga juda ham o'xshaydi, faqat sal detallashtirilgan. Qani, men ham ko'ray. Kel qishloqqa rasmimga va aslahalarga baho ber. Chizganimga o'xshabdimi? Albatta o'xshaydi. Shulardan paydo bo'ldi-ku. Oppoq aslahalar, ha, bu kreativ qo'ya. Gapimga amal qilibsan-da, bala. Aslahalaringni ushla o'zingnikini. Va endi bu oppoq aslahani kiyishning vaqti yetib keldi. Ko'ramiz qanchalik yaxshi himoya qilarkan va jon unchalik ham ko'p yetmayapti. Deyarli umuman ketmayapti. Kel test qilib ko'ramiz. Epitskiy zarbadan yeb ko'r. Agar jonim 16 ta ko'p bo'lmaganda atagi bittagina qolgan bo'lardi. Hozir 18-daraja ham bo'lamiz. Tayyor, yana bitta rasm chizsak bo'ladi. Men rasm chizayotganingda olovli tayoqchalarni yig'ib bo'lganda, men spam berdi ham sindir, unda ham daraja beradigan bitta chizib yuboramiz rasm. Salgina yetmadi. Agar klassni sindirsak, bemalol yetadi. Endi o'zimizga bo'ya aytganimdek Enderman vartlarni chizib olamiz. Endermanlarni o'ldirish juda ham azob. Ifritlar bilan esa boshqacha. Va men hisoblashimcha bu Enderman vartga o'xshadi, to'g'rimi? Endi bo'lsa Minecraft qanday hisoblashini bilib olamiz. Bu Enderman vartga o'xshamayapti nimagadir. Bu yana nima balo bo'ldi? Shu Enderman vartmi? Nahot shuni tushunish qiyin edi. Yana shuncha, yana stak bo'lmaskan. Bu yana nima o'zi? Gidraning yuragi, afsonaviy qurol. Bu nima ekanligini tushunishim kerak. Qishloqqa meni ur. Menda regeneratsiya berish kerak. Va beryapti, ha. Bu yurakning kuchi shundaki, menga qancha ko'p zarba bersam, meni regeneratsiyam shu qadar oshadi. 3-daraja, yana ur, yana 4-daraja. Bu yurak bilan meni o'ldirish deyarli ilojsiz. Bo'ladi o'ldirib, faqat buning uchun bir vaqtda hamma joningni olish kerak. Shunda ular qayta tiklanishga ulgurmaydi. Mutlaqo to'g'ri. Faqat mendagi jonlar sonini hisobga olsa, bu oson vazifa bo'lmaydi. Ortiqchasini tashlab yuboramiz. Enderman vartni chizib ololmas ekanmiz. Unda bo'lmasam oltin bloklarni chizamiz. Menimcha o'xshadi shekilli. Oltin blok to'g'rimi? Nimasi o'xshamaydi? Va yana 64 ta so'raymiz. Berildi. Buni o'xshadi. Bu oltinlarni biz cho'chqalar bilan savdolashish maqsadida ishlatamiz. Enderman berib qolishar degan umidda. Va bu 64 ta oltin bizga aniq yetib qolishi kerak. Yana bular blok bo'lsa, bo'ldi. Mana shu cho'chqalar bizga aniq yetadi. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Shu yerda ular senga otishayotganiga joni ketyapti. O'ladi ular. O'ldirding. Qochoq. Endi portalda men epitskiy yoqaman. Tushundingmi, chacha? Yondi. Ha, nezirda o'zi qanday chaqmoq chaqayapti, to'g'rimi qishloqqa? Ikkinchisini o'chirmoqchi edim olovni. Ha, qo'ling qiyshiqda.
Oho, narsalarning ko'pligini. Bu cho'chqalar menga hech narsa qila olmayapti. Sababi menda cheksiz regeneratsiya bor. Men esa ularni atigi bir zarbada narsalarni ham yo'q qilib yubordim. Mayli, zumrad yetarli. Darajang ko'p-ku, biror nima chiz. To'g'ri, o'zimizga qorinni shunchaki to'ydiradigan steykdan boshqa biror xil sehrli ovqat yasaganimiz yo'q, yasash kerak. Masalan, oltin olma. To'xtanglar, nega men oltin olma qilyapman? Agar olmos olma qilishim mumkin bo'lganda, ajoyib g'oya. Bu Minecraftda xohlagan narsani chizish mumkin bo'lsa, demak olmos olmani ham chizish mumkin. 4/9 ga o'xshab qoldi. Bundan ham yaxshi, ko'proq bo'lsa yaxshi emasmi? Va inventarimga sig'masdi, u yerga tushdimi? Nima, suvga tushib ketdimi olmoslar? O, mana suzib chiqishyapti olmos olmalari. Bu xova yeymiz deb tishni sindirmaylik. Bu portal ustida rasm chizganimga o'chib qoldimmi? G'alati. Qishloq olmalarni yarmini senga beraman. Tatib ko'ramiz. Men ham bir tatib ko'raychi. Yo'q, meni jonlarim yanada ko'payib ketdi. Shuncha jon qayerga qanaqa effektlar berdi. Yana esakchi yo'q, yana bo'lmaskan. Bizga berilgan mana bu qarshilik 5 effektini deb umuman jonimiz ketmaydi olmani yegandan keyin. Demak biz hozir o'zimizga o'lmaslik olmalarini yesabmizda. Ha, Demak ajdarni yengish shundan ham oson bo'ladi, olg'a. olg'a. Bu uchar mosamachani ham kuchi tugadi. Qolganiga piyoda borishimiz kerak. Senda hali kuchi bormi? Jitcha bor, jitcha. Bu yana qanaqa balo qushlar bo'ldi yana? Bilmadim, bir balolarda otishyapti, g'alati ekan lekin. Ko'ramiz, bu olmos senga meni zarbomdan tirib qolishdan ko'p kuch beribdimi? Ko'ramiz, negadir menga hozir portlab ketadigandek. Umuman jonim ketmadimi? Yana bir bor xato tegdi shekilli. Mayli, yana bir bor bo'lsa, yana bir bor va umuman jonim ketgani yo'q. Bu olmos olmani yegan ekanman, meni hattoki shu lazeri ham o'ldira olmaydi. To'xta, bu lazer mana o'yinlardan emas, joyda tur. Qishloqqa buni foydasi yo'q. Men bedrockgacha keldim, lekin hali ham bitta ham jonim ketgani yo'q. Meni bunaqasiga o'ldira olmaysan umuman. Nima bittada? Ha, bu lazering kuchli ekan, o'sha olmos olmalarni debgina turgan ekanman. Olmalarning effekti tugagani zahoti maydalanib ketdik. Endi hadeb meni chaqmoq bilan urish huquqini beradimi shu? To'xta artık. PvP nafik yo'q ekan. Cha. Qishloqqa senga rostini aytsam, bu jangimiz abadiy davom etadi va shunda ham men g'olib bo'laman. Qara, cheksiz ursang ham o'lmasdan turaveraman men. Shunaqa, unda sen mana bunday yakur, mana bunday ye. Aqldan o'zingmi, atagi yarimtagina jonim qoldi. Shunchaki kirka bilan hisob tashladim. G'irromchi. Qara, videoni boshlashga qo'ysan. To'xta, men bunaqasiga ham bitta ovoralik sifatli kadr, sifatli bo'l. Oxirida portlatish ham esingdan chiqmasin. Portlat! O'zi nega bo'yi uchargan bo'lsa mayasaning, bu bilan ham uchsa bo'ladi-ku, yaxshigina tez. Ha, yaxshigina darham tezroq uchyapmiz. Bu qalqon o'z xo'jayinini saqlab qolish uchun hattoki vaqt ham qotirsa kerak. Vaqtni bilmadim-ku, lekin seni qotiryapti. Menimcha yetib keldik shekilli. Endi sekingina pastga to'xta qishloqqa, nega biz o'zi chuqur kovlayapmiz? Bu yoqqa chiq. Bizda nimalar borligi esingdan chiqdimi? Portlat bu tog'ni butunlay. Ha, bo'ldi. Yerni yo'q qilish operatsiyasi ochiqda e'lon qilinadi. Tirik qolmaganlarning hammasiga uzr, endi tirik qolganlarni Boshlanishga lazer bilan teshib boramizda, keyin portalni o'zini ham qo'shib portlatib yuboramiz. umid qilamanki, bu portal bedrockga o'xshab yo'q bo'lib ketmaydi lazerdan. Seni bilmadim-ku, lekin meni juda ham Meduza Gargoni kallasi bilan ajdarni toshga aylantirgim kelyapti. Shuning uchun portal qani. Bu hayotimdagi eng g'alati portal qidirish bo'lyapti. Qayerda qoldi bu pashog'ala portal? Hech qayerda yo'q. Balki momentami? Yo'q. Nimaga o'zimiz qidirib yuribmiz? Yo'l portlatamiz. Deyarli hamma narsani portlatgan bo'lsa, yaqin atrofda bo'lish kerak. Mana topildi mana qo'yat. Negadir menga ko'rinmayapti. Sal atrofni tozalaychi, salgina qotib qoldi. Ha, salgina tozaladim degan. Yaxshi, portal qoldi. Endi esa portalga qurib chiqqanmiz.
Nima baqirasan? Taylanmas, blok qo'ymoqchi edim. Kel, seni tepaga mana shu reysga uchirib olib chiqib qo'yaman. 1 2 3. Nimaga sen uchmaysan ham eshqo'rin? Bu kuchli oyoqlarim bilan yerni mahkam ushlab oldim. Buni qara, bu eksperimentiki deb nomlanadi. Qishloqqa oxirgi ko'zni portalga qo'yish vaqti yetib keldi. Obsidian yo'q bo'lib qoldi. Ha, mayli. Qiziq, bu portalda ramkasiga chiqsak ham buzilarmikan xuddi Nezernikidek? Va buzilmadi. Bu narsadan hech narsa bermaydi. Birinchidan darajamizga yetishmaydi, ikkinchidan bo'lmag'ur narsa chizdim. Bo'ldi, ajdar kutib qoldi, sakra. Men ham orqangdan ketdim. Har doimgidek, nima ham derdik. Qishloqqa ha deb qanaqa Minecraft o'ynayotganimiz esingdan chiqib qolyapti. Ha, bo'li. Mana bularkan-ku, kovlab yuribsan. Ushla, yaramas baliq lazerdan tatib qo'y. Nega unga tegmaydi? Nega bu lazerni boshqarish qiyin? Jo'ra ketmayapti. Baliqda obsidian sib ketyapti. Senga kuchi yetmaydimi? Shuncha super lazering ham ajdarga qarshi hech narsa qila olmayapti-ku. Mana bu axir yarimta bo'lsa ham jonini olish kerak-ku. Bu yoqqa kel. Kel bu yoqqa. O'l, odam emas ekan. Ha, bu shusiz ham ajdar endi uni toshga aylantirib ko'ramiz. Mana bu rostdan ham qiziq bo'ladi. Bitta zarbada o'larmikinsan bo'z? Qani, toshga aylan. Yana bir bor qani toshga aylan. Nima bo'lyapti? Seni mana bu kallangga hech narsa qila olmayapti-ku ajdarga qarshi. Ajdar ko'r shekilli. Yaqinroqda portlatish kerak bu yaramasdi. Yarimta ham joni ketmayapti-ku. Bu ajdarni yo'q qilish bo'yicha menda bitta ajoyib g'oya bor. Agar biz bu ajdarni o'limini chizsakchi, hamma chizgan narsamiz amalga oshsa, demak u o'lishi kerak. Faqat chizardim, lekin menda daraja yetishmaydi-da. Menga tasha, men chizaman bu pachoqni o'limini. Bo'l, chiza qol, senga ishonaman va men seni himoya qilib turaman mana bulardan. Umid qilamanki, sen ajdarni o'limini chiza olasan va bu Minecraft tushunadi qishloqqa. Bor kuchim bilan epik skizdan chizaman. Tayyor, qo'limdan kelganini qildim. Xo'sh, bu ko'rshapalakka o'xshagandek-ku. Mayli, bu muhim emas. Menimcha buni Minecraft albatta tushunib yetadi va hozir ajdarni yo'q qilib yuboradi. To'g'ri desa, senga birdamalari o'xshaydi. Qishloqqa o'xshadi. Ajdar yo'q bo'lib ketyapti. Seni rasmiy Minecraft tushunibdi. Ha, yo'raman-da. Faqat nimaga sen o'lmading? Ha, qishloqqa sen hazilsiz yashay olmaysan. Mayli, ajdarga u rasmiy salpal o'xshaganda rostini aytsam. To'g'ri havolashtiribdi. Ezdiysen, shu qalqonni chizganimga afsuslanib ketyapman. Obro bo'linglar. Va yana hozir ekraningizda chiqib turgan videolarni ko'rishni maslahat beraman. Ayniqsa o'ng tarafdagisini.